ovqat qilishga kirishgan odam yaxshi ko'rib qolar ekan, ovqat qilmasa turolmaydigan bo'lib qolar ekan. Borku, ofisda shu bugun bir dimlama qilib beray dedim. Nimaga dimlamani dimlama deb aytishadi-yu, lekin dimlashadi. Qovurma lag'mon deyshadi, lekin qovurishadi. Qozonga birinchi nima solinadi? Nazar solinadi. Nazardan keyin yog', yog'dan keyin piyoz, piyozdan keyin go'sht. Keyin hammasini yaxshilab aralashtirib, go'sht hamma joyga yog' teggandan keyin priprava, yana piyozlarni qo'shib turib, ketidan hamma maydalagan bolgarskiy, hop, yana tuz qo'shdim, sabzi, hammasini yaxshilab aralashtirib, kartoshkalarni taxlab tashladim. Kartoshkalarning ustidan keyin yana karamlarni qo'yib, chiroyli qilib, uni ustiga yana bolgarskiylar to'g'rab, hammasini cho'tka qilib, tuzlarini qo'shib, ziravorlarni qo'shib, ukruplarni qo'yib, dimlab qo'ydim. Jigarlar, suv ham sovordim dimlashdan oldin. Hammasini dimlab bo'lgandan keyin 1,5 soatdan keyin ochdim. Voy, go'shtlari bor-ku, xil-xil bo'lib ketdi. Ustida ukruplarni terib oldim. Keyin chiroyli qilib hammasini suzishni boshladim. Bitta yaxshilab aralashtirdim, kartoshkalari ham shunaqangi zo'r chiqibdi. To'g'risi maza qilib yedik borku. Bu ovqatim naqd 8 kishiga yetdi. Qarang, hammasini chiroyli qilib suzdim. Hozir bu 2 kishilik suzganman. Keyin kechqurun yana bolalar kelganda ular bilan ham maza qilib yedik. Voy, shunaqangi shirin chiqdi. O'zim ham kutmagan edim. Bor, suvlari bilan maza qilib yedik. Tavsiya qilaman, jigarlar. Joninglar sog' bo'lsin.